Salom do'stlar. Bizning doimiy muxlislarimiz dasturlarimizni boshlashdan avval har doimgidek yodingizga solib qo'ysak, sizlarda savollar paydo bo'lsa, bizga WhatsApp orqali murojaat etsangiz bo'ladi. Bizning WhatsApp raqamimiz +998 889 977 333. Albatta aziz do'stlar, bugungi dasturimizning mavzusi esa ijtimoiy tarmoqlar va psixologiya. Qanday qilib ta'siridan himoya qilinsa bo'ladi? Ko'pincha Instagram, TikTok va Telegram orqali salbiy ta'sir olamiz. Qanday qilib biz undan himoya qilinsak bo'ladi degan savol kelib chiqadi. Albatta aziz do'stlar, hozirgida 21-asrda juda ham ijtimoiy tarmoqlar mana shunday mashhur bir tarmoqlardan biri bo'lib qoldi. Ayniqsa TikTok, Instagramdan. Chunki ba'zida men o'zim ham aytaylikki noo'rin bir roliklar ko'zimga tushib qoladi yoki reelslar ko'zimga tushib qoladi va ba'zida o'ylanib qolamanki, bunchalik bir o'sha reelsni tortib bir ma'noli, bir qandaydir foydasi tegadigan bo'lsak. Lekin bu ijtimoiy tarmoqlarning yana bir tomoni mavjud. Ya'ni salbiy tomoni. Nimaga desangiz, yaqinda shunday bir shov-shuv bo'ldi. Qarangki, bir boy qiz bor edi. Bor ekan, u qiz boy va hamma unga qarab havas bilan qarar edi. Lekin keyinchalik albatta tergov olib borildi va qarangki, ko'p insonlar so'rab surishtirib borgandan so'ng tushunib yetdiki, bu qiz firibgar aziz do'stlar. Hamma hayotida mana shu Instagramda, TikTokda ko'rsatilgan hayot shunchaki ko'z bo'yamochilik ekan. Lekin ko'p odamlar bu narsalarni bilmaydi ham. Yana bir yaqinda bir hodisa bo'ldi, bir ayolni aytgan so'zlariga. Masalan, men u xotinni u bloger desak ham bo'ladi. Men o'zim ham tanimayman, bilmayman, lekin juda ham ko'p millatlarga, juda ko'p odamlarni haqorat qilishni xush ko'rar ekan. Bu esa noto'g'ri. Lekin salbiy tomonini qaraydigan bo'lsak, aziz do'stlar, bu yerda bir narsa mavjudki, insonlar ko'pchiligi bilib bilmasdan havas bilan qaraydi. Bilasanmi, u shunaqa go'zal, bilasanmi, uning hayoti shunaqa chiroyli, mukammal. Qara, uni turmush o'rtog'i yoki hokazosi gullar sovg'a qiladi. Chunki men ko'rganman shunaqalarni. Palonchi unga iPhone beribdi, palonchi unga gul sovg'a qilibdi, nimaga menga emas degan savollarni berib chiqadi. Aziz do'stlar, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri juda ham kattadir. Psixologiya jihatdan esa bu yerda biz sizlarga aytib o'tmoqchimanki, solishtirish hissi, stress, motivatsiyaning kamayishi bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchidan, vaqt yo'qotish va diqqatning tarqalishi. To'rtinchidan, misol desak, kim bunga moyilligi? Yoshlar, ya'ni studentlar, ofis xodimlari moyil bo'lib qoladi. Ya'ni o'zingiz va boshqalar hayotini solishtirish orqali siz stressga tushib qolishingiz ham mumkin. Mana shunday psixologik jihatdan salbiy tomoni mavjud. Salbiy ta'sirlarni qanday qilib aniqlasak bo'ladi deganda, ko'p vaqtingizni sarflash, ya'ni uyqu, ish va o'qishga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi, noto'g'ri emotsional reaksiyalar, g'azab, his-tuyg'ularni nazorat qila olmaslik. Mana shu ham eng katta xatoliklardan biri. Bilasizmi, ko'p odamlar mana shunday roliklar, mana shu sotsial tarmoqlarda o'tirib, albatta motivatsiyasini yo'qotib qo'ydi. Vaqt va foydalanish odatlarini kuzatib borishingizga e'tibor bering. Ta'siridan himoyalanish qanday qilib strategiya o'ylab chiqsam bo'ladi degan savolga vaqt cheklash, kundalik maksimal vaqtni belgilash, kontentni sarflash, foydali va ijobiy ma'lumotlarga e'tibor, qisqa dam olishlar, telefonni vaqtincha olib qo'yish. Albatta aziz do'stlar, bu yaxshi usullardan biri. Meni bir tanishlarim bor, ularning voyaga 2 farzandi bor va albatta ularning bu
ular telefon bergan qo'llariga qizlarining, lekin vaqt ajratib qo'ygan. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga sen kuniga 2 soat, bir kunda 2 soat. Ana shu 2 soatning ichida 2 soatda sen kelib chiqishing mumkin. Va aziz do'stlar, bilasizmi, bu juda katta ta'sir qilgan. Hozirgida mana shu qizlarni men yaqinda ko'rdim. Judayam ajoyib qizlar bo'lib o'sgan, tarbiya olishgan, o'qimishli, bilimli, bunday qarasangiz tarbiyali. Chunki vaqtini ular haqiqatdan ham foydali tomonga vaqtini sarflaganligini bildirishgan bo'ladi. Sizlarga esa albatta agar e'tibor bersangiz, telefonsiz siz tura olmaysiz. Hojatxonaga ketyapsizmi? Telefon. Ovqatlanib o'tiribsizmi? Qo'lingizda telefon. Televizor ko'ryapsizmi? Qo'lingizda telefon. Qanday qilib vaqtni siz sarflaysiz? Albatta siz qo'lingizda. Agar e'tibor bersangiz, siz mana shu ijtimoiy tarmoqlardan moyilligingizni odatiy hol bilan belgilab olsangiz bo'ladi. Ertalab uyg'onganingizda siz birinchi o'rinda nima qilasiz? To'g'ri, uyali telefonni qo'lingizga olasiz, tekshirasiz, ijtimoiy tarmoqlarni qarab chiqasiz, keyin o'rningizdan turasiz. Demak, siz ertalab turib miyangizni kerak emas xabarlar bilan, kerak emas narsalar bilan qo'polcha qilib aytganda axlatga to'ldirdingiz. Qanday qilib bundan qaramlikdan voz kechsam bo'ladi deganda, do'stlar va oilangiz bilan ochiqdan ochiq muloqot qilishga harakat qiling. Agar siz yo'q, men o'zim buni aytaylikki, yo'q, men bunda yenga olmayman desangiz, unda psixolog yoki maslahatchi bilan suhbatlashing. Albatta aziz do'stlar, Instagram, TikTok yoki internetdan juda foydali tomonlarini ko'rib chiqsak ham bo'ladi. Masalan, agar men o'zimni qaraydigan bo'lsam, men hattoki elektron kitobini ham o'qiy olmayman. Bilmayman, men uchun qog'ozli kitob bu baribir boshqacha kitoblardan biri hisoblanadi va bu eng menga xush yoqadigan. Ikkinchidan, shifokorlar hattoki ham aytadiki, kitob o'qish, qog'ozli kitobni o'qish bu xotirani yaxshilashga yordam berib keladi. Ijtimoiy tarmoqlardan esa siz o'zingizga qanday foyda oldingiz degan savolni berib o'ting birinchi o'rinda. Chunki sizda salbiy fikrlar, his-tuyg'ularni tashkil qiladi va albatta ulardan siz xulosa chiqara olasizmi yoki yo'qmi? Qanday qilib men bu usullarni uzoq muddatli himoya qilishim mumkin deganingizda, ijtimoiy tarmoqlarni to'g'ri va tartibli foydalanish. Bu birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda bu o'z hayotingiz va maqsadingizga e'tibor berishingiz kerak. Masalan, aytaylikki, kontentni sarflab, faqat foydali va motivatsiya beruvchi akkauntlarni kuzatib borishingiz mumkin. Albatta aziz do'stlar, bu yaxshi xislatlardan biri hisoblanadi. Chunki endi bu yerda aytmoqchimanki, kerak emas narsalarni ko'rish ham kerak emas. Nimaga? Birovning akkaunt, birovning hayotini kuzatib borib, biz havas va bizda mana shunday aytaylikki, g'azab, achchiq degan narsalar paydo bo'lib qolishi mumkin. Xulosa shundaki, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish samarali bo'lish mumkin, lekin salbiy ta'sirdan himoyalanish uchun cheklash va psixologik strategiyalar judayam muhimdir aziz do'stlar. Siz qancha vaqt ijtimoiy tarmoqlarga sarflaysiz yoki farzandingiz qancha vaqt internetda ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadi? Siz o'zingiz nimani ko'rasiz? Qachon oxirgi marotaba kitob o'qigansiz? Biz bilan kommentariyda bo'lishib ketsangiz. Biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. Yana bir bor WhatsApp raqamini yodingizga solib qo'ysak, +998 889 977 333. Unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. To'liq darslarimiz bilan alkitab.media saytimizda tanishib olishingiz mumkin.